Sizlar bilan yana Dalasi Muhammadjonov. Bugun biz sizlar bilan Dream Draft ochamiz. Futbolchilar bizga taktik sxemalar 4-2-2-2 va 3-3-1-3. Biz albatta 3-3-1-3 sxemasini tanlaymiz. Sardor albatta Erling Haaland, Martinez. Bunday futbolchilardan kimni tanlasak bo'ladi? Bizga eng yaxshi variant Konsa, Luis Diaz, Conte, Nuno Mendes, Joao tanlab qolamiz. Bernardo Silva, Ben White. Bu yerga mayli futbolchini tanlaymiz. Bu tomonga Muhammad Salah, zaxira darvozabon Andrey Onana, Timber, tezliklar futbolchini tanlaymiz. Gonzales va Jacksonni tanlaymiz. Boshlayveramiz. O'yinlarda ko'rsatolmayman, lekin eng oxiridagi o'yinlarni ko'rsatishim mumkin. Eng oxirgi final o'yinini. Birinchi o'yin natijalariga ko'ra 3-1 hisobida Real Madridni mag'lub qildik. Ikkinchi o'rin Inter Milan bilan. O'yinda ham oxir narsalariga nima bo'lganini aytib o'taman. Ikkinchi o'yin 1-1 durang bo'ldi. Endi bu yoq ekstra taymlar tugagandan keyin ham aytaman, agar penaltilar seriyasiga o'tsak, penaltilarni ham ko'rsatib o'raman. O'yinchilar va nihoyat 3-2 hisobida o'tdik. Asosiy vaqtda ko'rmagan gollarimizni asosiy vaqtda 2 ta gol ko'rdik. Ekstra taymlarda esa 3 ta gol. Men bu o'yinni tugatib chiqishim bilan Ronaldo 1 soatdan keyin qanchadir pulga, Messi ham shunday bo'lib chiqadi. O'zlaring ko'rgansizlar. Ronaldoni ham xuddi shu kartasi bir sutkadan keyin qo'yilarkan, qanchadir narx qo'yilarkan. Messi $30 shunaqa atrofida narx beriladi. Bilmadim, Ronaldoga ham shunaqa narx berilsa kerak. Mana 3-o'yinda uchinchi o'yinda 2-1 hisobiga Aston Villani ko'rishlari mumkin. Eng yaxshi futbolchi Nicholas Jackson bo'lgani sababini aytaymi? Chunki Haaland jarohatda. O'yinda Nicholas Jackson bunday 32 metrdan gol urmoqda. Lekin Nicholas Jacksondan bunaqa gollar kutmagandim. Darajasi boshqa futbolchilarga qaraganda ozgina yuqoriroq bo'lgandim. Bunaqa gollar bilmadim Nicholas Jackson. Jugador está en buena forma. Yaxshi futbolchi Nicholas Jackson hat-trick qildi. Atletico Bilbao bilan o'ynaymiz keyingi o'yinda. Obunachilar, mana 4-adashib ketdim. Xullas, yo 4-yo 5-o'yinda Atletico Bilbaoni 2-0 hisobidan 0-2 hisobida mag'lub etdik. Keyingi o'yinlarda ham hozir hisobini aytib boraman.